Eng qo'rqinchli Minecraft creepypastasi qaysi? Masalan, g'azabga to'lgan oy yoki yoqimtoygina quyundi monsterga aylanishi. Bugungi videoda men sizlarga top 2 ta eng qo'rqinchli creepypastalar haqida aytib beraman va ularning qiziqarli va qo'rqinchli qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. Tak, atrofga qarash kerak. Atrofda hech kim yo'qmikan? Aha, menimcha hech kim yo'q. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men detektiv Freshboy. Bugun men sizlarga top 2 ta videoni boshlashgan edi. Top 2 ta eng qo'rqinchli creepypastalar haqida aytib beraman. Bo'lmasam men kresloyimga o'tirib olay. Haysi, kamerani yo'q. Boshladik. Qani bo'lmasam do'stlar, ketdik. Birinchi qiziqarli hikoyamiz bu Notch Avi haqida bo'ladi. Buni ham creepypasta desak bo'ladi. U bizning top 2 o'rnimizdan joy egallagan. Tak, hikoyani boshladik. Sizlar ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olinglar va like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam biz boshladik. Bu creepypastamiz Minecraft yaratuvchisini eslatib turadigan creepypasta. Buni haqida bilsanglar kerak. Men qachondir Minecraftda animatsiya yaratgan edim. Notch va creepypasta 0 haqida edi. Va men animatsiyani tugatgan edim va animatsiyani rendering qildim va to'satdan abed qilishga ketdim, chunki men animatsiyamni tugatib bo'lgan edim. Keyin men fayl nomini to'satdan Notch Avi deb qo'ygan edim. Hammasi zo'r edi va videoni ko'rayotgan edim. Va buni hammasi zo'r edi. Men undan juda xursand edim. Va ertasi kuni ertalab uyg'onib, qanaqangi zo'r animatsiya yaratganimni do'stlarimga ham ulashmoqchi bo'ldim. Va ertalab kompyuterni yoqgan edim. Menda bosh ekran oynasi ochilish o'rniga qandaydir o'sha yaratgan videom chiqib keldi. U g'alati kulur rang-rangda edi va notanish ovozlar chiqar edi. Men videodan chiqib qaytadan o'sha yaratgan Notch Avi faylimga kirdim. Bu videoga kirgan edim. U yerdagi 0 qarasam g'oyib bo'lib qolibdi. Notch xuddiki ko'rinmas 0 bilan jang, ya'ni urushayotgandek bo'ldi. Keyin esa qurol aslahalar ham yo'q bo'lib qoldi, ya'ni o'shandagi qilichlar. Va videoga yana chiqib kirmoqchi bo'ldim. Bu safar Notch ekranim oldiga keldi va video tugab qoldi. Keyin video 3 sekundgacha qisqarib qoldi. Keyingi kuni yana videoni ochib ko'rmoqchi bo'ldim, ya'ni ertasi kun. Bu narsani men kecha rendering xatosi, shunchaki tasodifiy narsa deb o'ylagan edim. Va ekranda 4 ta qo'ylar ko'rindi. Notch ularni almazning qilichi bilan rahmsiz, shunchaki shafqatsizlarcha o'ldirardi. Bu shunchaki Minecraft animatsiyasi emas, aksincha haqiqiy hayotdagidaqa animatsiyalarga ega edi. Va Notch ishini tugatib olgandan keyin birdaniga meni ekranimga qaradi va birdaniga Notchning Screamer basharasi chiqib keldi. Buni men do'stlarimga ulashdim va do'stlarim bu shunchaki 3 sekundli oddiy video ekanligini aytishdi. Xo'sh do'stlar, birinchi Notch Avi haqidagi hikoyamiz shu edi. Ikkinchi, ya'ni bizning top 1 joyimizdan egallagan hikoyamizni aytishimdan oldin sizlarga men o'zimni yangigina eng zo'r kanalimni tavsiya beraman. Bu kanalimda asosiy kanalimda chiqmagan juda ham bir-biridan qiziq bo'lgan videolar chiqadi. Shuning uchun hozirroq kommentariyadagi silka orqali bu videoimga kirib, mana bu videoni ko'rsanglar ham afsuslanmaysizlar. Так что hozirroq o'tib podpiska bosishni vaqti bo'ldi. Endi esa videoga qaytamiz. Sizlarga yoqimli tomosha. Xo'p do'stlar, qani bo'lmasam biz ikkinchi creepypasta, ya'ni Lukas Yablo haqida gaplashamiz. Lukas shunchaki sirli ko'rinishga ega edi. Va Lukasni siz bir o'zingiz ham chaqira olasiz. U bildirmasdan paydo bo'ladi. U bilan taxtacha orqali yozishsa bo'lar edi. Lukas ko'p hollarda uni ko'rib qolsangiz 2 sekundgacha g'oyib bo'ladi. Uni ko'rib qolsanglar, endi sizlarning ko'zingizga faqat qarab tura olmaydi. Ko'rasizlar, sirasi 2 sekunddan keyin g'oyib bo'lib qoladi. Bola tushunayapsizlar? Va sizga va undagi emosi va g'oyib bo'lgandan keyin sizga birdaniga yugurib kelib, mazzalarni qochirib yuborishi mumkin. Shuning uchun valla sizlarga maslahatda, endi bitta sovetskiy maslahat. Agar Lukas ko'rib qolsanglar, uni ko'ziga vobshe qarab o'tirmanglar. Prosta e'tiborsizligiga olinglar uni, bo'ldi.
Lukas keyin o'yinchilarni, ya'ni igroklarni o'zini olamiga teleport qilish yoqtiradi. Sizlar qanday teleport bo'lganinglarni sezmay qolasizlar. U bilan Lukasni Meri bilan sizlarni Merilar birdaniga bir xil bo'lib qolishi mumkin, ya'ni teleport qilganini sezmay qolasizlar deb bolalar. Keyin Lukasni olamida qandaydir g'alati qizil fakellar bor. O'sha qizil fakellar o'z-o'zidan sizlar Merilarda paydo bo'lib qolsa, sizlar bilinglarki, sizlar Lukasda Merida yuribsizlar. Shunchaki o'sha paytda Minecraftda udalay tiqib tashlash yoki chiqib ketishinglarni maslahat beraman. Lukas kutilmagan hollarda kelar edi. Oddiy joylarda Lukasni ko'rgandayoq sizga hujum qilmaydi. Siz bilan boshida ozgina hazil qiladi, o'ynaydi garuvchi. Sizlar bilan mazza qiladi. Ustinglardan kuladi. Shuning uchun boya oldinroq aytganimdek chiqib ketishinglarni maslahat beraman agar Lukas ko'rib qolsanglar. Bolalar, Lukas oddiy merlarda ko'proq aktiv bo'ladi. Uni uchratish unchalik qiyin emas. Shaxsan o'zim ham uchratganman. Videosi Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim kommentariyada. Hoziroq o'tib ko'ringlar va agar shu videoni nechida ko'rayotganinglarni ham kommentariyada yozib ketinglar bolalar. Tak bo'ldi. Bu qo'rqinchli faktlardan qo'rqdinglarmi yoki yo'qmi bilmadim. Shuning uchun bolalar, hozirlarga men sevib kelib uxlashinglarni maslahat beraman. Keyingi qo'rqinchli hikoyamiz yoki faktlarimiz chiqishidan oldin sizlar shu videoga 500 ta like yig'ib beringlar. Detektivlar o'ylamay, seryozni bu. Tak, qaysi kamerani o'chiraver. Bolalar, hammaga xayr. Keyingi video chiqishi uchun hozirroq 500 ta like yig'ib beringlar.